soliq to'lovchilarni ishonchini qozonishda yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazimizda o'rni katta va beqiyos deb hisoblaymiz. Yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazini tashkil qilinganiga 30 yil to'ldi. Soliq tizimida 30 yildan ko'p ishlayapman. Soliq tizimi bu haqiqiy bir fidokorona odamlar ishlaydigan tizimi deb hisoblayman. Soliq tizimini raqamlashtirish bo'yicha mana 30 yildan beri juda katta ishlar amalga oshirilib kelmoqda. 30 yil shunchaki 30 degan raqam emas, buni orqasida juda ko'p mehnat, bilim, buni orqasida tashvishlar yotibdi. Juda katta bir dovondan oshdikda. 93-yil 10 nafar xodim bilan ish boshlagan markaz bugun 170 dan ortiq yuqori malakali mutaxassis, programmist, dasturchi, injenerlar, muhandislar mehnatiga tayanib ish faoliyat ko'rsatyapti. So'nggi 30 yil davomida yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazi mamlakatimiz soliq tizimining raqamli yuragi sifatida shakllandi. Bugun biz faxr bilan ta'kidlaymiz. 30 yil, 30 ta yirik yutuq. Birinchi yutuq yagona va yirik hajmli axborot tizimi. Bu tadbirkorlarni ro'yxatga olishdan tortib, moliyaviy oqimlarni nazorat qilishgacha bo'lgan to'liq siklni ta'minlaydi. Bugungi kunda 1.7 milliondan ortiq subyekt, 25 millionga yaqin shaxsiy kartochkalar ushbu tizimda yuritilmoqda. Ikkinchi yutuq hujjatlar aylanmasining virtual muhiti. Faqat 2024-yilda 16 mingdan ortiq foydalanuvchilar o'rtasida 7 milliondan ziyod hujjatlar almashildi. Uchinchi yutuq elektron raqamli imzo. 24 milliondan ortiq kalit yaratildi va ular soliq jarayonlarining huquqiy kuchini ta'minlamoqda. To'rtinchi yutuq bank va soliq organlari o'rtasidagi onlayn integratsiya. Har kuni 170 mingdan ortiq hujjat almashinuvi real vaqt rejimida amalga oshmoqda. Beshinchi yutuq inson resurslarini boshqarish tizimi 40 dan ortiq axborot tizimi bilan integratsiyalashgan holda 40 mingga yaqin xodimlar faoliyati haqida to'liq ma'lumot yuritilmoqda. Keyingi yutuq soliq to'lovchilarga qulay virtual ekotizim. Bugun 11 milliondan ortiq foydalanuvchi 127 xil elektron xizmatdan foydalanmoqda. Shu kabi yutuqlar idoralar aro 71 ta hamkorlik, 300 ming qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi uchun shaffof tizim, 3.6 trillion so'mlik cashback mexanizmi, 13 milliard markirovka kodlari orqali noqonuniy savdoga qarshi nazorat va millionlab hujjatlar oqimi barchasi mamlakatimiz raqamli soliq tizimining mustahkam poydevorini yaratdi. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiliklarida yangi O'zbekistonda juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Istalgan uzoq hududga borsangiz ham yangi bog'cha, yangi maktab, umuman shifoxona yoki boshqa ijtimoiy obyektlarni ko'rishingiz mumkin. Yoki mamlakatimizning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham juda katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ularning hammasini ta'minlash uchun albatta davlat byudjetini yetarlicha daromadlarini ta'minlash bo'yicha soliq tizimi xodimlarini juda katta mas'uliyatli vazifalari bor. Ushbu mas'uliyatli vazifalarni amalga oshirish bo'yicha Soliq qo'mitasi huzuridagi yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazining o'ziga xos o'rnini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bugun bizning asosiy boyligimiz inson resurslari. Har bir xodim faoliyatini adolatli baholovchi tizim, sog'lom raqobat muhitini yaratmoqda va albatta soliq ma'lumotlarini tahlil qiluvchi aqlli algoritmlar, mobil ilovalar, onlayn nazorat kassa texnikalari, ijara shartnomalarini elektron ro'yxatga olish, resurs soliqlarini boshqarish va tashqi savdo nazorat tizimlari orqali davlat boshqaruvi yanada shaffof bo'lib bormoqda. Yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazining 30 yillik faoliyati bu faqat texnik yutuqlar, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga soliq tizimi ishonchli ekanligiga qo'shilgan ulkan hissa. 30 yil, 30 yutuq. Kelajakda bundan ham ko'proq marralar oldinda. Hurmatli hamkasblar, bu yil biz sizlar bilan birga o'sha faoliyat ko'rsatayotgan yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazini tashkil qilinganiga 30 yil to'ldi. 30 yilda korxona tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilgan, soliq tizimini raqamlashtirishda, soliq ma'murchiligini avtomatlashtirishda yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazi bu joyda ishlab ketgan xodimlar tomonidan juda ko'p ishlar amalga oshirilgan. Shulardan mana hozirgi kundagi juda katta proyektlarimizni bajarayotgan xodim sizlarsizlar. 2025-yil biz uchun juda bir esda qoladigan yil. Ya'ni bu markazimizning 30 yilligini
nishonlayapmiz. 30 yillik yo'l bu juda katta yo'l, lekin ishonchim komil, bu faqat boshlanishi. Yangi texnologiyalar ilmiy markazini kelajagi juda porloq bo'ladi. Biz bu 30 yil emas, bunaqa 30 yillikdan bir nechasini hali guvohi bo'lishini va mana shu markazda o'rni bo'lishini va uni e'tirof etilishini biz doim guvohi bo'lamiz va mana shuni kuzatib turamiz degan umiddaman. Ushbu markaz tomonidan soliq tizimini raqamlashtirish bo'yicha mana 30 yildan beri juda katta ishlar amalga oshirilib kelmoqda va buni natijasida soliq tizimi ham raqamli transformatsiya bo'lib, soliqchi tadbirkorga madadkor degan davlatimiz rahbari tomonidan belgilab bergan prinsiplarni haqiqiy amalda qo'llash bo'yicha o'ziga xos yangi yechimlar chiqib kelmoqda. Shu munosabat bilan bugungi 30 yillik yubileyda markaz jamoasini chin dildan tabriklayman. Ishlarga muvaffaqiyatlar tilayman. Bu korxonani o'sha tashkil qilingan 30 yillik davrini nishonlash bilan sizlarni ham qutlayman. Xodimlarimizga kelajakda yuqori martabaga erishishlariga, katta ustoz bo'lishlariga, katta proyektlarda qatnashishlariga, katta ishlarni amalga oshirishlariga tilakdoshman. Shaxsiy hayotinglarda har doim omad, baxt yor bo'lsin. Bu sizlar qilayotgan ishingiz nafaqat soliq qo'mitasi doirasida muhim, balki mamlakatimizni haqiqiy mustaqilligini mustahkamlash, uni zamonaviy rivojlangan va biznes uchun qulay muhitga ega bo'lgan davlatga aylantirish bo'yicha qilinayotgan sa'y-harakatlarni o'ziga xos qo'shimchasi sifatida albatta uni ta'kidlab o'tishimiz kerak va bundan buyog'iga raqamlashtirish bo'yicha oldimizga qo'yilgan katta vazifalarni erishishda hammangizga ulkan zafarlar tilab qolaman. Yaratgandan so'raylik, mana shu 30 yilliklarimizni, shu 40 yillikmi, 50 yillikmi, undan ko'plarini ham ko'rib, shu markazimizni shunday bugungi kundagi obro' e'tibori yanada ham oshib, yorug' yuz bilan shu yillarga yetib olaylik deyman. Hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ko'pdan ko'p xalqaro yutuqlarni erishishni Yaratgandan so'rab qolaman. Aziz hamkasblar, yubileyingiz muborak bo'lsin. Sizlar bilan juda faxrlanamiz. Yangi g'alabalar, yangi ilg'or yechimlar, yangi innovatsiyalar, yangi imkoniyatlar yo'lida faoliyatingiz barakali bo'lsin, samarali bo'lishini biz tilakdoshimiz. 30 yillik bayramingiz muborak bo'lsin aziz hamkasblar.